Mana bu hammomni отделкасini boshladik. Kafel terishimiz kerak. Lekin kafeldan oldin santexnikasiga hamda elektrikasiga o'zgartirishlar kiritib chiqdik. Bu yerga kiritilgan o'zgartirishlar. Bu yerda eshikdan kirishda ikkitalik выключатель turgandi. Buni biz bittalikka o'zgartirdik. Hamda cho'miladigan xona hamda hojatxonanikini alohida o'zinikini qoldirdik. Chunki bu yer yuz qo'l yuvadigan, kir yuvadigan joy bo'ladi, razdevalka. Shu sabab bu yerda sveti doim o'chirib yoqqanda ham bu yerlarning svetini yoqib o'chirishga xalaqit bermaydi. Qachonki cho'milish kerak bo'lsa, yoqib o'chiradi. Hojatxona kerak bo'lsa, shunday kirishda yoqib, chiqishda o'chirib chiqishadi. Shu sabab hamda bu uchta выключательlarimiz bitta уровеньga olingan. Bu yerda ikkitalik выключатель bo'ladi, svet va ventilyatsiyaniki. Bu yerda ham ikkitalik выключатель, svet va ventilyatsiyaniki bo'ladi. Shuningdek, bu yerda bitta shit qo'yib, uzo avtomatini qo'ydik. Hamda bu yerda kabellari hammasi misdan edi, alyumin edi. Biz to'liq misga o'zgartirdik. Ya'ni avtomatimizga alyumin sim tepadan kelyapti va mis sim bilan o'tib ketyapti. Qulayligi mis bilan alyumin to'g'rima-to'g'ri bir-biriga kontakt berayotgani yo'q. Через uzo o'tayotgani sabab окисление holati bo'lmaydi. Hamda утечка tok bo'lganda, ya'ni ariston ishdan chiqsa yoki stiralka tok urganda birdan svetni o'chirib mijozni himoyalaydi. Mana bu yerda stiralkaga joy qoldirilgan. Kraniga teginmadik. Mana bu rozetkasi juda balandda joylashgandi. Stiralkani qo'ysa, stiralkadan chiqib qoladi. Hozir biz buni 80 cm ga tushirdik. Chunki stiralka 85 cm balandligi, bu orqasida qoladi, ko'rinmaydi. Shunday qilib, mana bu yer umvalnikni joyi edi. Bu yerda mana bu yerga umvalnikni to'g'risiga rozetka qoldirishgan. Buni biz olib tashladik, chunki yuvinganda to'g'risida rozetka bo'lib qolishi bu xato. Buni o'rniga biz oyna uchun alohida sim hamda mana bu yerga выключатель chiqardik, hamda ikkita rozetkaga joy qoldirdik. Bu ham o'sha umvalnikni balandligini hisobga olgan holda soqol oladigan yoki soch quritadiganni bemalol ishlatsa bo'ladi, hamda mana bu yerda выключатель bilan oynani svetini yoqib o'chirsa bo'ladi kerak paytida. Bu yerdagi o'zgartirishlar mana shu. Keyingi cho'miladigan xonasiga kelsak, bu yerdagi holat mana shunday. Bu yerdagi o'zgartirish, biz bitta вытяжка ga joy ochdik. Bu yerdan ochganimiz sabab bu yerda oyna bor. Ana shunda ikkita burchakdan sirkulyatsiya bo'ladi. Qachonki motorchasini qo'shganda. Bu yer hovli joy bo'lgandan keyin va tepamizda bir donali suv bochkasi turibdi. Mana bu kran ham oddiy sharviy kran bilan mana shunday devordan uchchasi chiqib turadi. Biz buni kafel bilan yopsak agar hech qanday kran ishdan chiqqanda xizmat ko'rsata olmay qolardik. Biz buni mana bunday joy ochib, polna amerikanka bilan bunaqa yaxshi kranlarni o'rnatdik. Bu yerda skrytый lyuk bo'ladi. Suv bochkani to'ldirmoqchi bo'lganda birdan ochib, bochkani to'ldirib, yana eshikchasini yopib qo'yganda devorimiz tekis holatda turadi, hamda
o'sha eshik lyuk orqali bemalol amerikankalar ochib kran ishdan chiqsa yangisiga almashtirsa bo'ladi. Mana shunday holatda. Keyingisi mana bu yerda titan turgandi. Biz titanga bitta termostat ochtirdik. Undan keyin mana bu yerda tepadan yaxtak suv mana bu yerga kelardi oldin. Mana bu teshiklardan tushib. Ya'ni devorda turbalar bor edi. Bu turbalarni yo'q qilish uchun biz bu yerda zaglushka qilib mana titanning orqasidan primoy через потолок o'tib ketdik. Bu qaynaganda ham qo'shimcha turbada расширительный bakka borib tashqariga chiqib ketadi. Keyin boyagi расширительный bak bu yerda edi. Mana bu bunday devorga kirib, yana traynik bilan chiqib, tepaga ikkinchi mana ikkita teshik bo'lsa, ikkitasiga qo'shilganda hozir bitta bilan devorga kiriladi. Biz bu yerga ham amerikanka qo'yganmiz. Chunki amerikankani yechib, butun kafelni o'rna yopishtiramiz degan, ya'ni amerikankani joyiga qo'ydiramiz. Agar bu ishdan chiqqanda ham bemalol bu yerdan ochib tashlab, buni alohida o'zini obslujirovать qilsa bo'ladi. Devorga hech qanday xalaqit bermaydi. Keyin bu yerda общий sistemaning yaxtak suvi mana shu yerdan kirib, traynik bilan bu bochkaga tushayotdi hamda mana bu devorning arasidan mana bunday borib tualetga boryotdi. Tualetda motor, filtr o'shalar qo'yilishi kerak bo'lgan ekan, biz uni olib tashladik. Hamda bu yerda Ariston bilan Titan bo'ladi. Keyin mana shu Titan bilan Aristonni переключатели mana shu yerga qo'ygan. Mana bu vodorazetkalar ham tashqariga chiqib qiyshiq turganda buni ham kesib ichkariga joylashtirdik hamda balandligini ham devordan devorga qoq markasi sentrovkasini oldik. Mana bu yerda ikkita kran sharovoy chiqib turgandi. Ya'ni titanni ishlatmoqchi bo'lsangiz, Aristonni yopasiz degan, titanni ochasiz, undan keyin Ariston ishlatmoqchi bo'lsangiz, bu yerdan titanni yopib, Aristonni ochish kerak bo'ladi. Bu bizdan oldin qilib ketishgan, shu o'zgartirishlarni aytib boryapman. Biz buni olib tashladik degan. Mana bu yerga xuddi shunday joy ochib, trехходовой kran o'rnatdik. Ya'ni bitta burashda Aristonga o'tadi, bitta burashda Titanga o'tadi suvimiz. Aristondan kelyapti, Titandan kelyapti. Ana unga bu vodorazetka, ya'ni dushimizga boryapti. Bu yerda ham skrytый lyuk bo'ladi. Qachonki svet bo'lmasa, Ariston ishlamasa, o'tin yoqib bemalol bu yerda ochib bitta knopka bilan, bitta buragich bilan mana bitta положениеda ikkinchi положение o'zgartirib cho'milsa bo'ladi. Bu yer ham shunday bir tekis yopiladi. Shunaqa o'zgartirish kiritdik. Bu ham bizdan oldin yasab, o'sha ulanib hamma narsasi bo'lganda biz svarshikni, o'sha yasagan svarshikni chaqirtirib, bu yerni u yerga, bunisini bu yerga qo'yasan deb o'zgartirishlar kiritdik. Keyin boya aytganimdek, yaxtak suv bu yerdan kelardi. Mana bunday o'tib, devorning arasidan borib, hojatxonamizga kirayotgandi. Mana hojatxonaga kirib, mana bu yerdan chiqib turgandi yaxtak suv. Keyin mana bu yerdan sovuq suvniki polni общий hamma joyga podashi, mana bu yerga nasos, motor qo'yilishi kerak bo'lgan. Endi uyda anavilari egalarining proyekti bo'yicha, lekin bu yer hojatxona bo'ladi. Shu sabab o'zi kichkina joy, agar motor bilan unaqa filtrlar qo'ysak, joy juda ham tor bo'lib, ham bu yerni artishga ham noqulaylik bo'laydi. Hamma narsa polda, ham hojatxonada o'tirganda har safar motor qo'shilib yoqilganda odamga noqulaylik tug'dirardi. Biz bularni hammasini tomga ko'chirdik hamda Aristonni kirish chiqishlarini ham mana shunday bitta urovenda olib, razmerlarini chiqarib, mana bu yerga Ariston osiladigan bo'lsa, bu yerdan to'g'ri 10 sm bo'ladi Aristonni o'rta ana vezbalari, bu yerda ham 10 sm shunday akkuratni qolgan anaqa kranlar bilan ulanadi. Hamda rozetkani ham sal pastroq tushirdik, kabelga yetish uchun, hamda Ariston bilan yopiladi bu yer. Oralig'i 10 sm qolgan joyda ana vilkani tiqadi, Ariston bo'ladi.
Shunday. Bu yerni ham polni svetlarini boshqatdan mis kabel bilan, sifatli kabellar bilan o'zgartirdik. Endi bu aristonni hozir osmaymiz. Prosta men bypass qilib qo'yganman. Endi polni suvlarni ochib, motorlarni qo'shib, to'liq ana sinovdan o'tkazamiz. Hech qayerdan namiqmasa, turbalar yaxshi bo'lsa, keyin kafel ishlarini boshlaymiz.